Menga qarang. Boqolmas ekansiz. Nima qilardingiz tug'dirib? Erkakmisiz o'zi? O'zi birinchi bolani tagiga latta qo'yib katta qilgandim. O odam, 21-asrda yashayapmiz. Men bilmayman, hozir do'konda turibman. Meni bolamga Smart Baby degan taglik shart. Yo nima arzimaydimi bolam? A? Xullas, hozir qayerdan bo'lsa ham pul topib kartamga tashlab yuboring. Tushundingizmi? Всё. Kechirasiz. Siz hozir rostdan eringiz bilan gaplashdingizmi? Ha. Rostdan erim bilan gaplashdim. Nima edi? Ayol kishi eri bilan ham shunaqa gaplashadimi? Qanaqa gaplashadi? Er meniki. Qanaqa xohlasam, shunaqa gaplashaman. Siz eringiz bilan gaplashmayapman. Uymonga qara Zag'izxon. Xudo sizlarga 2 farzand berib, nima? Ularga taglik berishni esdan chiqaradi deb o'ylaganmidingiz? Turmush qurganimga 8 yil bo'ptiki, bitta taglik olishga zormiz. Shoshmang. To'xtang. Bu taglik. Siz xohlaganingizdan. Bu esa tashrif qog'ozim. Umringiz mobaynida qancha taglik kerak bo'lsa, biz olib beramiz. Faqat bitta iltimos. Eringizga aytib qo'ysangiz, bizni duo qilsinlar. Shoyatki biz ham farzandlarimizga taglik sotib olsak.